Hurmatli qizlarjonlar, hozir biz sizlar bilan test qilib ko'ramiz. Bizani mo'shi sredствомиздagi turbochiskali haqida gaplashamiz. Mana hozir ochdim. Rakovina, vannalar ko'pincha sochlarga, turnolarga tiqilib qolganda ko'pincha qiynalamiz. Qanaqa tozalashni bilmasdan suv ketmay qoladi. Hozir biz eng ko'p tiqiladigan bu bizani sochimizdan ozgina soldik ichiga. Qaynoq suv turibdi. Mana ko'rinish parashogimiz shunaqa holatda bo'ladi. Bitta qoshiq bundan solamiz. Soldik. Bunga suv solamiz. Mana ko'ryapsizlar, sochlarni eritib parchalab tashlaydi. Birpas turgandan keyin уже qop-qora bo'lib yo'q bo'lib ketadi. Mana hech narsa qolgani yo'q. Biz ataylab idishimizni plastmasda qilib ko'rdik, chunki turbamizga ham hech narsa qilmaydi. Temir bo'ladimi, boshqadami? Mana oddiy suv ko'rinishda bo'lib qoldi. Juda ham barakali, katta 500 gram rakovinaga, vannaga bemalol ishlatsanglar bo'ladi.